Assalomu alaykum. Annyeonghaseyo 여러분. Xo'p, demak, bugun Soldi Hangugo 1A kitobidan, demak, ikkinchi mavzuda boshlaymiz. Biz o'tgan safar bu kitobni boshladik va bunda koreys tilida 40 ta harf borligini, bular tam va muomlarga, ya'ni unli va undoshlarga bo'linishligini va koreys tili qayerdan kelib chiqqanligi haqida gaplashdik. Buni o'tgan safargi darslarimizda ko'rishingiz mumkin. Va chavon va muomlarni demak yodlagan bo'lsalaring, koreys tilini bemalol demak o'qib ketishlaring mumkin bo'ladi. Demak, 19 ta undosh va 21 ta unli mavjud koreys tilida. Bularni dastlab so'zlarni yodlashdan avval inglizcha yozilgan holatiga e'tibor bermasdan yaxshilab harflarni o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki inglizcha yozilgan holati biroz tushunarsizroq va xatoroq ketib qolishi mumkin. Shuning uchun asosiy e'tiborni biz to'g'ri o'qishga qaratishimiz kerak bo'ladi va so'zlarni ham yodlab olishimiz kerak. Xo'p, agar harflarni yaxshi yodlab olgan bo'lsangiz, 40 ta harfni bemalol o'qiy oladigan bo'lsangiz, mana bu so'zlarni ham bemalol o'qiy olasiz. Kadi, ko, ki, tacho, tomato, tusa, pari, podo kabi bemalol yodlab olishingiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, demak, bugun dastlabki birinchi mavzuni o'tamiz. Birinchi mavzuyimiz annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, ya'ni bu koreys tilida salomlashish. Salomlashishni bildiradi. Assalomu alaykum yoki salom degan ma'noda ishlatiladi. Annyeonghaseyo. Xo'p, bunda asosan annyeonghaseyo mavzusida millatlar beriladi. Millatlarda siz har bittasini demak yodlab olishingiz kerak. Mana bu yerga e'tibor beradigan bo'lsangiz, Hanguk Salam. Hanguk Salam degani koreyalik, ya'ni koreys odami degani va bitta-bitta e'tibor berasiz. Chunguk demak Xitoy, Ilbon Yaponiya, Miguk Amerika, Hanguk demak Koreya, Puransi Fransiya, Togil Germaniya, Hoju Avstraliya, Yonguk demak Angliya. Mana shularni demak birlashtirib chiqish kerak bo'ladi. Bayroqlariga qarab turib qaysi biri qayerda ketdi, shularni bilishimiz kerak bo'ladi va undan tashqari bizlarga kasblar berilgan. Birinchi mavzuda hamma kasblarni demak ko'rib olishimiz, bilib olishimiz kerak. Qanday qayerda ketyapti. Mana birinchisiga Sensengnim degani demak bu o'qituvchi, ustoz degani. Hakseng demak o'quvchi, Oysa doktor, Hesavon degani demak firma ishchisi, firma xodimi degan ma'noda ketadi. Huesa degani firma degani. Yorisa oshpaz. O'zi yori degani demak ovqat. Yorisa oshpaz. Kija muxbir, Kasu demak qo'shiqchi, Kunin askar. Mana shularni dastlab yaxshilab shu so'zlarni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Va birinchi mavzuyimiz demak insamal bu salomlashish. Salomlashish. Hop, qanday salomlashishar ekan? Demak, ozgina egilgan holatda annyeonghaseyo deb salomlashishar ekan. Ya'ni qanday salom beradigan bo'lsa, shunday alik olar ekan. Bizda assalomu alaykum desa, va alaykum assalom, lekin bularda annyeonghaseyo desa, annyeonghaseyo shaklda demak javob berishimiz mumkin bo'lar ekan. Va bundan tashqari mannaso pangawoyo uchrashganimdan yoki ko'rishganimdan xursandman. Pangawoyo xursandman degan ma'noda ketadi. Xo'p, endi xayrlashishga keladigan bo'lsak, xayrlashish mana birinchisi annyeonghi keseyo. Annyeonghi keseyo. Mana bu ketayotgan odam annyeonghi keseyo deydi. Ya'ni bu yaxshi qoling degani. Qolgan odam esa annyeonghi kaseyo yaxshi boring degani. Demak, kada bormoq, keshida yoki itda bor bo'lmoq degani. Shuni ko'p o'quvchilar chalkashtirib qo'yadi yoki chalg'ib qoladi. Demak, annyeonghi keseyo demak yaxshi qoling degani. Annyeonghi kaseyo yaxshi boring. Mana shularga diqqat qaratib, yaxshilab yodlab olishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, bugun mana shu qisqacha mana shulardan
shu so'zlarni yaxshilab o'rganib oladigan bo'lsak, demak qolganini sekin davom ettirib ketaveramiz. Demak, bugun yaxshilab mana shu so'zlarni ko'rib chiqasiz. Kerak bo'lsa yozib oling, yodlab oling yaxshilab. Yozib yodlab oling, qanday yoziladi, qanday aytiladi, takrorlab yurib yodlab oling. Hech qancha so'z emas, har bittasini to'g'ri-to'g'ri aytib ketishingiz mumkin bo'ladi. Demak, salomlashishda "Annyeonghaseyo", "Annyeonghaseyo" shaklida aytishingiz mumkin bo'lar ekan. Demak, keyingi darslarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling deb qolamiz. Salomat bo'ling.